Yumshoqqina va juda ham mazali, asosiysi bolalaringizga qo'rqmasdan beradigan hot-doglarni birga pishiramiz. Menda sut bo'lmagani uchun smetana ishlatdim, shakar, tuz, dro'j qo'shib xamir qildim. Margarin yoki bo'lmasam oddiy yog' solib xamir qilasizlar qizlar. Menda margarin solingan. Keyin yoniga dimlama ham qo'yib qo'ydim. Bilasizlar, uyimda ustalarim bor. Tovuq go'shtidan dimlama o'zim ham birinchi marta qildim. Doim mol go'shtidan qilardim dimlamani. Go'shtim tugab qolgan ekan. Pripravalarni, hamma narsalarni solib, ustiga svejiy karamni solib, keyin pishgani olib qo'ydim gazga. Shu bilan ungacha hot-dogimni xamirlari ko'tarilib qolgan edi. Endi bu bilan bemalol ishlasam bo'ladi. 100 grammdan hamma sharikchalarni uzib olib, aylana qilib, chiroyli qilib terib, yana dam olishga qo'yamiz va shu bilan sosiskalarni, pomidorlarni to'g'rashni boshlaymiz. Bittagina pomidor ishlatdim. Sosiska esa sharikcham nechta bo'lsa o'shancha edi. Menda Samarqand sir o'tkazib qo'ydim chorkadan. Xohlagan sirlaringizni, xohlagan sosiskalaringizni ishlatsalaringiz bo'ladi. Asosiysi sir cho'zilib eriydigan bo'lsa bo'ldi. Xuddi men qilganimdek mana shunaqa yaxshilab orasini ochib chiqamiz. Tuxumlab chiqqanimizdan keyin pomidorchalarni qo'yib chiqamiz ikki chetiga va sirini sepib mayonezlaymiz. Mayonezni oddiy selofanga solib mana shunaqa shakl berib chiqdim. Mayonezni o'zini bir chetini kesib ham shunaqa qilsa bo'ladi yoki qolipchalar ishlatsalaringiz bo'ladi. Tayyor. Ovqatlarimni ustalarimga suzib berdim. Ungacha hot-doglarim pishdi. Juda ham shirin bo'ladi. Qilib ko'ringlar qizlar, maslahat beraman.